Asli shunday bir jo'rimiz bizlar kelmadi bugün. Plus hamma kirish oluvchilar deyapti. Aksariyat sizga ham o'rnidan so'ng opa shu shekilli opadan boshlaylik. Opa siz keling, yaqinroq keling. Qaysi mahallada o'qiysiz? Paxtaorda. Qancha kirdi? 50 million so'm ismlaringizni Salom. Million krediti xotin-qizlarga 23%. 23% olasiz, ta'til qo'ymaysiz, xotin-qizlar imtiyozi bor. Faqatgina siz sug'urta polis olasiz. Polisga 1,5 million so'mgacha o'sha polis sotib olasiz, ish muddatiga 2 imtiyoz oladi. Maqsad cho'rami? Cho'rma. Bu polis kelmaysa, hujjatlar hammasini mahalla bankida yozib bor oladi, ular axborot nazorat qiladi. Bu yo'lda muammo. Qizoqlarning nomingizga hech qanday kitob Sug'urtaga 908 to'lov. Maqsad nima edi? Navoiyga. Navoiyga bormi? Ha, borda. Yo'q, hozirda to'xtaganda, lekin qahramon borda, yana yenilamoqchiman o'shani. Hujjatlar shu sal ko'proq qilsa bo'lmaydi. Ko'proq 7 milliongacha oldi. 50 million. Qiynalib qolasizmi? Yo'q, bor joy bor. 40 yo'q hozir. 50 million shundan Pas kiri. Yok.
okey. bo'ldi kartani oldim. Chunki mahsulotlarga deyarli xarajat qilishni bo'ldi chiqdi. Hadi kelasiz. Chiqqandan keyin har oy bir million ko'rsatib ketasiz. O'shanda ham mana shu qilish kerak. Asal ishlatilishi. Asal mayli chorva Ja. qancha pul to'lashdi? 17 million. Maqsadi? Chorva. 17-25% beramiz. 4 yil muddatga 6 yil doridan 8 yil o'tadi. 6 oyga qanday bo'lyapti? 6 yil faqat foiz. Foiz. 360 million foiz to'laysiz. 6 oydan keyin yana 400 ming qo'shiladi, 770 million to'lab ketasiz. Ya o'shani menga 6 oylik imtiyozim bor-ku, o'shani qilmaydi kerak. Birdan to'lab ketasiz. Birdan 800 ming to'lab ketadi. birdan shunaqa qilsak, keyin o'sha qilsa ham bo'ladimi yo'qmi? Har oyligi to'lab oke. Misol bir xil qilib chiqsa bo'ladimi? Bir xil qo'llanamiz. U hozir endi bo'ldi, qanchadan to'lashga qo'rqaysizlar oyiga? oyga endi har bo'lib turadi 500 ming, 600 ming. 600 mingdan bersangiz bo'ladi. 600 ming bo'lsa endi 17 million bo'lsa. 600 ming. Endi telefonda kalkulyatordan so'rab ko'raman, 560, 565 ming farq qancha? Kamayish beramiz, oyga o'tmay to'lasizda. Sizni boshladingizda, 2 oydan keyin ancha 20 ming tashlab ketadi. Yo'q, men tushunaman, lekin o'sha hozir bir xil to'lashim kerak. o'sha bir xil to'lasam, mana o'zi ham kam oshadi-da. Chunki u 800 ming pul topshirsa qiyinroq bo'lib qoladi. Bir xil to'lov qilsangiz bo'ladi. Bir xil to'lov qilsangiz 600 ming oyiga. Olsangiz nima qilasiz? Chorva. Chorvachilik ikkitagina. Mani nomimga yo'q. Sizni nomim O'zim nomim bor, lekin o'ylanib chiqadi. o'ylab chaqirishadi. O'ylanib olib kelganingizda yigirma 2-3%. Yo, o'ziga olib Ha, o'ylanib. 10 million o'ziga olib. Buni hozir chiqib topshirganmi? Topshirganmi? Bo'ldi. O'sha javoblarni bilan qanday keladi? Bo'ldi. Mayli. Alo. Assalomu alaykum. Nima tashakkur ederim sizga. Tashakkur ederim. Bo'ldi, hozir tashakkur ederim.